Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugungi ishimiz mashinalar haqida bo'ladi aziz tomoshabinlar. Toyota Avensis 2011-yil bo'ladi. 1.8 benzin bo'ladi. Gaz qo'yilmagan bo'ladi aziz tomoshabinlar. Xo'p, rangiga keladigan bo'lsak, rangi mokriy asfalt, yarmi tonirovka, yarmi betonirovka. Mana ichkari salonlari 4 ta elektropaket. Xo'p, multirol, korobka avtomat. Xullas kalon mashina dahshat, xudo xolasa. Top-toza mashina. O'zim aytaman, mana ko'ringlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak 120 ming somon deyilyapti. Sirro shuni sotiladi xudo xolasa. Yana ozgina o'tib beradigan joyi bor mana aziz tomoshabinlar. Ko'ryapsizlarmi salonlarni? Mashina dahshat mana. Bolalar endi ketib qolgan bolalar yangi qo'yish kerak. Dokumentlari bor. Hozirga mana diskalari liti diska. Mana aka 120 ming somon deyilyapti. Sirro shuni sotiladi, savdo bo'ladi. Yana ozgina o'tib beramiz xudo xolasa. Hadovoylari yangi qilingan mashinani. Kimga shu mashina qiziq bo'lsa, xudo xolasa mana aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sotiladi. Sroshni. Narxi 120 ming somon. Yana savdo bo'ladi. 1.8 benzin 2011-yil. Mordasi yangidan eski puskasidan emas. Mana farlarni ham ko'ryapsizlar. Farlari muloqasiga cho'zayib kelgan. Orqalari bo'lsa Toyota Camry'ga o'xshab ketgan mana farlarni ko'ryapsizlarmi? Farga e'tibor beringlar. Yangi mordadan. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Tez faqat sotiladi, xudo xolasa.